hayotdagilar ham biladi, hattoki 60, 70, 60 ga kirdim endi, u 50 ga kirdimi, 40 ga kirdimi, bironta bir tayinli uyi, tayinli ishi, tayinli joyi, kerak bo'lsa oilasini ham boqishga imkoniyati yo'q bola omadini bersin deyman uni ham. Lekin grez bu. Ichi qora insonni shuning uchun bermaydi Xudo. Yulduz Usmonova haqida fikringiz? Kommentlar kelyapti. Yulduz Usmonova Oxirgi safar ko'p, endi oxirgi safarlar ko'p negativ ko'payib ketdi, shuning uchun yozishyapti. Men opamizni jigarimiz, yaqinimiz, rahmatli joyi jannatdan bo'lsin, oxirati obod bo'lsin. Opamizni o'lishi haqida bilar edim men deb yig'lamay gapirgan so'zdan keyin negativ ko'payib ketdi. Shuni bitta fikringiz yodingizga qo'yib keting. Fikringiz qanday bunga? Yulduz opa, Yulduz Usmonova o'ta ham ko'ngli ochiq ayol ekan. Realni hayotda ko'rishdim. Men hech kim bo'lishimga qaramasdan, endi men ham insonman to'g'ri, lekin Yulduz Usmonova meni davrasini to'riga o'tirg'izib, hurmat qilib, shunaqangi darajada izzat qilib, narsa qildi. Yulduz Usmonova juda ham zo'r inson bilaman. Men paxta qo'yish yoki narsa emas, men u insonni realni hayotda ko'rish orzuyim bo'lgan. Orzuyim. Meshta bo'lgan. Usmonova bilan bitta dasturxonda o'tirib choy ichganman. Men faxrlanaman. Sizni O'zbekistonda eng yoqtirgan aktyoringiz va aktrisangiz, qo'shiqchingiz? O'zbekistondagi eng yaxshi ko'rgan aktyorim Jahongir Foziljonov. Boyvachcha, Amakivachcha, Nortoy, o'sha kinolarni ko'rganman, undan keyin o'zbeklarni ko'rmaganman. Eng yaxshi ko'rgan qo'shiqchim Dior Production. Sergeli Yunusobod Garmon. O'sha yaxshi ko'raman. O'zbekistonda hozirgacha yoshlikdan eshitaman. Qo'shiqchilardan Dior. Kinochilardan nima? Jahongir Foziljonov. Jahongir Dunyo bo'ylab yoqtirgan kino aktyoringiz va qo'shiqchingiz? Shohruxxon. Hind Shohruxxon. Eminem. Hop. Eminem. Ikkovsi. Endi oxirgi savolim. Eng yoqtirib qilgan qizingiz kim bo'lgan? Shu yoshgacha. Mazza qilib. Yo'q, qat'i gap. Mazza qilib qilgan qizingiz kim bo'lgan? Yurakdan. Haqiqatda bunaqasini topolmadim da. Yurakda qolib ketadi bari bittasi. Qanaqa qiz bo'lgan? Qaysi qiz bo'lgan? Ismi, familiyasi, otustasi, uyini adresigacha, ota-onasigacha gapiring. Yo'q, bunaqasi. Qanday pozalarda solganingizgacha gapiring. Men shu paytgacha bironta qiz bilan bo'lmaganman. Birorta qizga yaqinlik qilmagansiz. Bironta qizga yaqinlik qilmagan. Nasi gapga 9,5 million. Sizlar ishonasizlarmi shu gapiga? Birorta qizga yaqinlik qilmagan degan ishonasizlarmi? Komment. Bitta komment. Yo'q. 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 Hamma yo'q so'zini yozyapti. Yo'q. Siz bu so'zni marta qachon ko'mbil cho'chag'ingizda o'ynadingiz? Oxirgi marta qachon cho'chag'ingizda o'ynadingiz? Yoshligimda. Necha yil bo'ldi? Esda yo'q. Chidolmaydi deyapti. Ey erkaklar. Erkaklar. Ey,
Sen aldalmaysan bizni. Bizni aldalmaysan. Bironta qiz bilan Aldalmaysan. bironta qiz bilan Aldalmaysan. Riyan, Xo'p, birorta qiz bilan bo'lmagan bo'lsang ham, ko'ngingdan o'tganmi? Mana qizni bir maza qilib pastelga tortsam deb turib, ko'ngingdan o'tganmi o'sha qizga nisbatan? Birorta qizga nisbatan. Mana kim? Shahlo Ahmedova. Butun O'zbekiston xohlaydi-ku uni. Ey, Shahlo Ahmedovani hech balosi yo'q-ku, ramalari qishiq. Nimaga u hammaga yoqadi erkaklarga? Sababi nima? Ko'ti ham yo'q uni. Bir qishiqroq nimasi yoqadi? Nozi bor, nozi. Bunday qilgan payti o'laman. Voy bola. Ya. Ya. Nozigacha ahamiyat qilasanmi? Har bitta chiqargan videosiga birinchi bo'lib like bosaman. Iya. Voy, men shuncha do'st bo'lib, meni videomga biror marta like bosmagan Instagramda. Biror marta videomga like bosmagan. Biror marta like bosmagan. Shahlo Ahmedovga like bosar ekan. Unda somsa borda bizda yo'q. Yo'q, u endi boshqacha qizda u. Voy bila. Biz ham boshqacha erkakmiz. Jalab kirgizib like bosib qo'yinglar. Biz ham boshqacha erkakmiz. Ya. Boshqacha. Keyingi savol. Bola. Men mana shunda shok bo'ldim. Shahlo Ahmedovani ko'rganda tirilatgisi kelar ekan. Bitta ham like bosmaydi. Oxirgi savol, shart qilib turgan paytingda yolg'on ishlatasanmi, ishlatmaysanmi? Yo'q. Любой shartni chestniy qilasan. Chestniy qilaman. Biror marta mahulasi ishlatmagansan. Ya endi 1.5 ishlatganman. Qanday shartlarda yolg'on ishlatasan? Mana ayt. Odamlarga ma'si savol qiziq. Siyilmaydi bu. Qanday hop siyishda yolg'on, yana nimada yolg'on ishlatasan? En gras shartlarda yolg'on ishlatasan. Ha, endi bonagidek o'ylashadi-ku, siyadi, chichib qo'yadi, unaqa yolg'on bo'ladi ular. Qolgani endi iloji yo'q, allashish imkoniyati yo'q. O'zi tayyorlov bo'ladi, tayyorlov. Suvchani tayyorlab o'zini nimasi bor? Mana bunday qilib olinadi. Akalar mana. Bandajga o'xshagan narsa bor. Kiyib olinadi-da, bunday qilib arqadan eziladi, manitdan tushaveradi CD. Mana sizlarga sirda aytib qo'ying. O'zini xususiy narsasi bor. Ezasizlar, endi sizlarga ko'rsatyapman. O'zimdan CD tushaveradi. Mana sizlarga men ham bitta aytib qo'ydim. Sizlarga men ham haqiqatni aytib qo'ydim. Qo'lda orqaga qilganda o'zi orqadagi sxemani eziladi, o'zi tushaveradi. Mana sizlarga haqiqat. Mana chiroyli savol bo'ldi mana. Bitta shunda aldar. Qolgan shartlarda aldamaysan. Bunday. TikTokda eng katta pul darom qilganing necha pul bo'lgan? Hammaga qiziq bu. Eng katta daroming
bir kunda qancha pul topgansan? Hammaga qiziq. Qaynatamgacha qiziq. Qaynatamgacha qiziqadi bu savolga. Oygami? Yo'q, oyga ko'p. Kuniga bir kun efiringda nech pul topasan bir kun efiringda. Eng bir kunda eng topganimni. Mana kirding batilga, mana hozir kirding. Bosing efirda o'chirasan, qancha dohod qilgan bo'lasan bir kunda? Baland, da patologiya. Eng ko'p topganim. Eng ko'p topganing, da patologiya urganing. Barakasi uchadi. Yo'q, endi bu bir achchiq choy ustida haqiqat. Bu ham qiziq odamlarga. Bu ham qiziq. Qiziq. Mana hamma qiziq. Meniki neta Sardor nech pul topdi, bugun nech pul topdi. Sardor mana bir piyola choy ustida haqiqat, sizlar kutgan vaqiqa keldi mana. Nech pul topasa faqat to'g'risini, faqat to'g'risini. Hamma aytma deb yozyapti-ku bular. Endi aytma deyveradi, sen savolga javob berish, sen mana shu kelgansan, aytasan. Savolga javob aytasan. Aytda endi savolga. Nech pul topgansan, eng ko'p topganing? Kommentga qarama, yozaveradi bular. Aytma. Endi savol, hamma savolga to'g'ri javob beraman deb sen kelding, mana savol javob ketyapti. Shuni o'tkazib yuborsak bo'lmaydi. O'tkazib yuborsang biz efirga kirib hozir 10 ta she'r urasan. Ma ayt. 300 Odamlarga qiziq. Qota. So'kintirma. Yolg'on gapirma. 300-400 dollar emas. To'g'risini ayt. To'g'risini ayt. Mana 10 ming odam. To'g'risini ayt. Nech pul topasan bir kunlik dohoding qancha? Yo'q, endi sen savolni ikki xil beryapsan. Eng ko'p qancha topgansan deyapsan. Yo'q, men birinchi savolim eng ko'p topgan puling qancha? Yorib o'rganing. Eng ko'p cho'qqisi qancha? Bir kunda. 300, 400, 500. Yo'q. Xalq tanlayapti. O'y, xalq aldama. Xalq ko'zi ochiq. Aldama bizni. Xalq ko'zi ochiq. Ayt. Haloling bo'lsin. Sen hech qaysi donatorga menga ur demaysan. Hech kimga yozmaysan. Mehnat qilasan, yoqqan o'yining qiziq bo'lganligi uchun uradi, tamom. Haloling bo'lsin. Bizi g'arazligimiz, bizi nimamiz yo'q. Nech pul topgan bo'lsang, haloling bo'lsin. Aytmay shuni qo'y. Boshqa savol ber. Hop. Ikkinchi savol. Mayli, aytmadim. Bir kunda minimalni nechga urib chiqib ketadi? Nech pul urib chiqib ketasan? Mana endi bu srednisi. Srednisi mana. To'qqiz kerak emas. Bir kunda 300-400 dollar. Biz alladi. Bor. Ishonasizlarmi shu so'zga? Bir kunda rekord qo'ydim. O'zim uchun. O'sha kuni o'zim videosini ham Instagramga qo'ydim. 2 soatlik efirimga 1 million odam kirib chiqdi. Ko'rdik uni, storiyada ko'rdik. Storiyada ko'rdik. U rekord 1 million. 1 million. Mana hozir menga 500 ming odam kiribdi. 500 ming odam kiribdi. 500 ming odam kiribdi menga. Xullas aytmaysan, nech pul topishingsan? Yo'q, odam kirgani kerak emas bizga. Odam kiraveradi 1 million odam.
pulda gap. Odam kirib chiqib ketaveradi. Bir kunda necha pul topsang to'xtatasan batilni. Necha Yo'q, planga qoniqasan bir kunda mana. men mana hozir 1-2 kundan beri kelmayapti ijod, azart. Men azart uyg'ongan payti kiraman, azartim qachon o'tsa o'shanda chiqib ketaman. Tamom, u qancha bo'lishi, qancha tushishi u Allohdan. Uni katta gapirib, yo bugun buncha ishlay olaman, bugun buncha ishlayman deb, yo pul ishlashim uchun ishlayman deb efir ochmayman. Men azartim kelgan payt. Mayli, uni tushundik. Sen значит $1000 dan $10,000 topishing mumkin bir kunda. Правильно это? $100 dan $1000gacha topishim mumkin. $100 dapat tog'larni himmatiga qarab 10,000gacha topishing mumkin. 10,000 10,000 Хорошо. Aytish kelmadi. Shu pullarni nima qilyapsan? Savol. Mana shu pullarni nima qilyapsan? xalqqa beryapman. Xalqqa beryapsan. Topgan daromadimni o'zimni ehtiyojimdan ortganini 30-40%ni men ehson qilsam, yordam qilsam, bir qop un, 2 ta kola, 4 ta qo'ras qatmas, yo uy, yo yo'l, yo qanaqadir ham operatsiya, qanaqadir ham yordam, xullas eng kichkina qiladigan ehsonim 100 million bo'ladi. 100 million. 100 million. Xullas ehsonni ko'p qilasan. 100 million bir qilishda 100 mana hozir uy qurilish boshladik. Unga ham 100 milliondan ziyod pul ajratdim o'zim. 100 million so'mdan ko'p pul ajratdim. O'sha uyda onasiyu, darvozasiyu, g'ishiyu, yo'liyu, betoniyu, sementiyu, ishchilariyu, ishlaydigan ustalariyu, ovqatiyu, hammasini o'zim 100 milliondan ziyod pul ajratdim. Mana shu ehsonga o'zim ajratdim. Tamom. Hali boboyni uyiga 100 milliondan ziyod ajratdim. eng katta ehsoning necha pul bo'lgan? Endi buni aytish kerak, lekin bir aytib o'tish kerak. Eng katta ehsoning necha pul bo'lgan? Mana shu auditoriyada eng katta ehsoning. Odamlar bilan yig'ib berganimmi yoki o'zim berganim? Odamlar bilan, auditoriya bilan yig'ib bergan ehsoning qancha? Xalq bilan birlashib, hamjihat bo'lib yiqqan ehsoning necha pul bo'lgan? $12,000 $13,000 bo'lgan 20 minutda. 13,000, 20,000. Xalq bilan birlashib. Birgalikda bo'lgan. Birgalikda deyapman. Endi o'zing qilgan ehson necha pul bo'lgan? Eng katta. Qabriston yo'l qurilishi bo'ldi yaqinda. Kelishim oldi 6 oy oldin. O'shanda katta xarajat. 200 milliondan oshiqroq xarajat ketdi. Yo'l qurilishiga, qabriston. Uni o'zim ham borib ko'rdim. Endi oxirgi savolimiz, suhbatimiz o'ta chiroyli, mazmunli bo'ldi. Ham asablar, tolalar spakoysa bo'ldi. Mana ko'rdinglar. Onda sonda mana shunaqa haqiqat bir piyola choy ustida. Endi donatorlarni ham onda sonda totib turib, men donatorlarga ham bergan savollar, mana shunaqa o'yin chiqarib olaman. Mana shunaqa. Redki batildan keyin tortib suhbat. Xalqimizga aytadigan so'zing, oxirgi so'zing. Qalbdan, yurakdan. Ko'p davlatlarda yurdim. Men o'zbekligimizdan nimaga xursand bo'laman? Qozog'istonda ko'rdim, yon qo'shni davlatimiz. Mana Dubaydaman, Tailandda bo'ldim, Misrda bo'ldim, Omonda bo'ldim.
yana qanday? Xullas ko'p turli davlatlarda bo'ldim. Bizda O'zbekistondagi insonlarni darajasidagidek mehr-oqibat qiynalgan insonga yoki qanaqadir ham insoniylik jihatdan bizni davlatdagidek insonlardek davlat boshqa hech qaysi davlatda ko'rganim yo'q. O'zbeklarimiz shu paytgacha shuncha davlatda yurgan bo'lsam, mehribonligi bo'yicha, insoniylik bo'yicha, odamgarchilik bo'yicha birinchi o'rinda men ko'rdim. Bundan keyin ham ana shunday mehr-oqibatlikni Inoqligimizga Bir-bir- ko'z tegmaydi. bir-birimizga bo'lgan inoqligimizni, bir-birimizga bo'lgan oqibatligimizni yo'qotmasliklaringizni xohlayman. Bizni mahallada, endi shaharda qanaqa bilmadim, bizni qishloqda janoza bo'ladimi, to'y bo'ladimi, 7 mahalla bir-biridan xabar oladi. Hozirgacha. Men shaxsan o'zim ves tumanimni taniyman. Endi yoshi katta odamlarni bilmasam ham